Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz bugun Qo'rg'ontepada kolodis o'rnatish xizmatidamiz. Kolodis zakazlarimiz. Mana bu 1.65 lik kolodisimiz, razmeri 1.65. Kranovchi akamiz. Mana ustanovkachi akamiz ham ishni boshlavardi. Tepaga jitcha. Tepaga. Bo'ldi. Bo'ldi. Qani tushunchi. Tushiring. Tushursin. Tushiring. Ko'taraver. Ko'taravering. Mana birinchi kolodisimizni o'rnatdik. Chuqurligi. Aka, chuqurligi qancha ekan? Chuqurligi 5,5 metr. 5,5 metr. Shunda bu 1.65 likdan nechta tushadi? 8 dona. Ma'lumot berib qo'yasizmi? 1.65 lik dedingiz. Hozirgi kunda qo'yishi bilan kelishi 330 ming so'mdan kallar o'rnatishi bilan 330 ming. Pulni sanaydi, o'rnatib ketiladi, kalab netib hamma yo'q. Hamma rasxoti o'zida. Dastlabkasi hamma yo'q ichida. Mana obunachilar, bunaqa sha'nis qayerda bor? Hatto bitta lopotga ham ushlamaysiz, pulni sanaysiz, bo'ldi. Olib kelishadi, o'rnatishadi. Mana qopqoqlari bilan. Qopqoqlarining ichiga setkalar ham tashalgan, baquvvat, bemalol ancha xizmatingiz qiladi. Kiranga baho bering, kiranga. Kiran xizmatlari ham mavjud, bundan tashqari. Kiran xizmatlarimiz ham mavjud ekan. Kolodisdan tashqari kiran xizmatlari bo'lsa ham bemalol quyidagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana dastavka mashinalari bor ekan. Va kiran xizmatlari ham bor ekan. Bunisiga keladigan bo'lsak, kiran kirolmaydigan joylarda mana shunaqa tallarda ruchnoy o'rnatib berishar ekan. Mana apparatlari bor. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, kolodis qo'yish yoki latok qo'yish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Kelishilgan narxda, xudo xolasa, chiroyli qilib kavlab, o'rnatib ketishadi. Latoklarimiz ham xuddi shunday. Latoklar haqida keyingi videoda qisqa ma'lumotlar berib o'tamiz.